Assalomu alaykum. Hurmatli qadrlanan insonlar. Xudo xolasa yana bugungi ishdan boshlab berdik. Matiz mashinamizni dalaza farlarni stekloni almashib beramiz. Regulirovka qilib mechanda cho'tkatib beramiz. Qolaversa, gazni simini polniy montajini almashib beramiz. O'zingiz charchabdi. Bellar asal e'tibor bermisizlar. Kecha kuni o'g'lim sal kechroq ishladi. O'g'illarimiz va kechda kelib videoni qo'ydim. Nasib uborkani boshladi, shu bilan qolib ketdi. Mana bu steklos sarayib ketgan, buni o'zi himchisilam bilan foydasi yo'q, ya'ni ximikat bilan tozalangan foydasi yo'q, sababi o'zi ketgan. Men biram shukuljalab cho'tkatib, laqsabsa bo'ladidan tozani qo'ygan sal arzon raqam tushadi, vaqtdan ham o'tadilar. Mana o'zini restavratsiya qilamiz desak, bir kun vaqt ketadi. Shukuljalab zotib, laqsapadan olsa, bir soatga endi qurishi kerak yaxshi. Shuning uchun shisha bosib beramiz. Bemalol shunday xizmat qilsa kelaverasizlar.